Gulimiz mana evkalit. Bu zarli evkalit hisoblanadi. Nima uchun? Chunki mana evkalit o'z bilasizlar, mana barglari zar bo'lmaydi, lekin bunda har bir mana ba'zi bir barglariga mana zar qilingan. Ko'ryapsizmi? Keyin buni nodalari mana tilla rangda bo'ladi. Nodani pastigacha tilla rang. Vazasi mana bu shisha bo'ladi. Unga dekorativni chiroyli qilib shakl berilgan, bezak berilgan mana shu holatda. Bu high-tech uslubga ko'proq tortadi. Bu evkalit gulimiz o'z tabiatan juda havoni yaxshi filtrlaydigan gul hisoblanadi. Buni tabiiy anaqasini boqadiganlar juda yaxshi biladi bu gulimizni. Hozirgi kunda eng trenddagi gullar evkalit. Juda chiroyli gul.